Mana hozir Igram faxriy jangchilar bilan Xorazmga ketyapmiz. Ruhum aziz, o'zga yurt amalidan. Tuprog'im aziz, ayirma yurt jamolidan. Tarixim buyuk, Allohim o'zingga ming shukr, din islom buyuk. Allohim o'zingga ming shukr. Qo'lingda ketmon turgan paytda ajdodim edi samolar olimi. O'tmishingga birozroq nazar sol, qalbi qora ey dunyo zolimi. O'tib ketdi qancha sarkardalar, to'lqon bo'ldi tulporizidan tog'larim. Boshdan oyoq bildik titraganin, nomini eshitib buyuk shohlarim. Dunyo titragan temuriylarim bor, al-Buxoriy navoiylarim bor. Yo'ldoshi bo'ldi Alloh o'z begimni, yurtim tanitmoqda o'zligimni. Yurtimiz boshi omon bo'lsinlar, ichida yonganlar tamom bo'lsinlar. O'ylaganlarida har safar xalqni eshita oldilar qalbdagi dardni. O'tkazdi qancha ishi boshidan. Internationalist, voyin internasionalist, jangchi internasionalist, baynalmilal jangchi degan. Demak, mana o'g'inga borgap bergan, ha? Bu Afg'onda boyovoy desida xizmat qilganchi Qizil Yulduz ordeni berilgan. Aha. Mana bular nima edi? Mana bu Rossiyada bizardi anavimiz bor. Bratstvo degan Paruji. Afg'onlarda idarasi bor. Shu bergan. Mana u desanturaga xizmat qilganman, men desant bo'lganman. Bu desanturanikini bergan. Mana voyin internasionalist, mana bu hamdo'stlik mamlakatlari bor. Afg'onga borgan 15 ta respublikani. Ana shunikini olganman. Mana u afg'onlarda shon shuhrat ordeni. والشمس وضحاها opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz, mehmonlarimizni bugungi ziyorat xushkelibsizlar, qadamlaringizga salom. Devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hojamiz Abdulxoliq Jismoniy hazratimiz Buxoroy sharifimizdagi fikrimizni eng kattalar ustozlari. Hazratimiz 1103-yilda tavallud topganlar. 9 yoshlarda hofizi Qur'on bo'lganlar. 14-15 yoshga to'lganlarida Buxoroy sharifda madrasa ko'rib shariat ilmlarini o'rganganlar. 22 yoshlarida tasavvuf yo'liga kirib Hoji Yusuf Hamadoniy hazratlariga shogird murid bo'lib, bu zotdan tariqat, ma'rifat, haqiqat ilmlarini, ta'limotlarini, odoblarini o'rganganlar. Ustozlari vafotidan keyin ustozlar yo'lini davom ettirib, Hojagonlik tariqati, ya'ni hozirgi kundagi Naqshbandiya tariqatiga asos solib, shu tariqatda 8 ta rashqa ta'limot ishlab chiqqanlar, shu ta'limot bo'yicha dars berganlar. Mana shu ta'limotdan o'tgan shogirdlar, muridlar valiyulloh maqomiga yetgan. Lekin bu yo'lda yurish mashaqqatli va riyozatli bo'lganligi uchun bu yerda xos kishilar kirib, ko'p yillar ustoz xizmatida tarbiyasida bo'lgan.
Hazratimiz yo'llarida davom ettirgan 6 ta pirimiz va shogirdlari Hoji Orif Mohitobon, Hoji Mahmud Anjir Farnaviy, Hoji Ali Romitani, Hoji Muhammad Bobo Samosiy, Hoji Amir Said Kulol, Hoji Bahouddin Naqshband hazratlari Hazratimiz shogirdlari, izdoshlari hisoblanadi. Hazratimizni xosadan shu 8 ta rashqa ta'limotlariga Bahouddin Naqshband hazratlari 3 ta ta'limot qo'shib 11 ta'limot yetkazgan. Hozirgi kecha kunduzdagi Naqshbandiya tariqatiga amal qilgan murshid muridlar mana shu 11 ta'limotga amal qilganligi sababli bu 7 pirimiz o'zlariga ustoz deb bilib, dunyoning qaysi mamlakatida bo'lsa ham mana shu yerlarga kelib hazratimizni demak ziyoratga kelishadi. Hazratimiz asosiy ta'limotlari insoniyat ruhiyatini tarbiyalash, nafsini tarbiyalash va uni ruhini kamolga yetkazish, xosatan hozir bizning tilimizda aytganda komil inson tarbiyalash ularning asosiy g'oya maqsadlari bo'lgan. Hazratimiz 1179-yilda, ba'zi bir rivoyatda 1220-yilda 100 yoshdan o'tib vafot etgan. Alloh alayhi rahmat qilib ruhlari shod bo'lsin. Mümkün de nafakaga chiqqan. Ismlari kim? Birilar chog'da mana mazza qilib ziyorat safarida yuribdi. Bugun nasib bo'lsa rejalashtirganmiz. Hozir Buxoro tomonlarga mana bu yerda bugun niyat qilib o'tiribmiz. Abduxon G'ijduvoniy ziyorat qilyapmiz. Bundan keyingi safarimiz Mahmud Naqshbandi, Said Kulol, yetkazillarga keyin qolaversa keyingi avlodlar Amir Olimxon davridagi bo'lgan voqealar, bulardagi bo'lgan tizim ular to'g'risida Seto'roy mahfasiga tashrif buyuramiz, Arkka tashrif buyuramiz. Albatta buni ham ko'pchilik biladi. Yanada chuqurroq uni tarixini o'rganish uchun Ishtixon tuman, Urgut tuman, Samarqand viloyatiga qarashli Qo'shrabot tuman, Og'doriyo tumanlarida mana bir qator jangchilar oldi bo'lgan, ya'ni afg'on jangchilari tashrif buyurgan. Hammalaringizga safarlarga xatar bo'lsin. Bizning yonimizda mana Guljamoraxon tashrif buyurganlarda bizlarda tasvirga olib eslarish uchun jamlayapti. Shu bilan birgalikda Ishtixon tibbiyot birlashmasidan mana shu 50 ta nafar tashrif buyurgan. Tibbiy xizmat ko'rsatish sizlarga minnatdormiz. Omadlaringiz bersin. Endi xizmatda charchamangizlar. Mana shu hammasi joylari jannatda bo'lgan bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsak, niyatlarga erishib boraylik. Albatta hammamiz niyatlar bilan kelamiz. Munosib xizmatlar madadkor bo'lsin, hammani ishiga omad bo'lsin. Yuragida yashar sevgiling intizor, vaqtdir askar barnolarga sira qilmaydi nazar, xalqimning o'zingsan botir o'g'loni, bok muhabbating yuragida yashar. Hammasi katalog, ya'ni katalog jo'ra deymiz, quroldash jo'ralar mana bugun yig'ildik. Mana shu yig'ilishimiz sababchisi Ravshan aka bo'ldi. Ravshan aka katta rahmat. Qolganlarimga ham hammangizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, kelasilarga ham hammamiz sog', omon esin bo'laylik. Mana shu qilayotgan ziyoratlarimiz hammasilarga qabul bo'lsin. Mana niyatlarimiz xolis bo'lsin. Nevaralarni, bolalar hammasi huzurli qilaylik, ko'raylik. Katta to'ylar qilaylik, ma'rakalar qilaylik, hammamiz borib, omondan sog'-salomat bo'laylik. Hammalarimizga hajga borishib nasib qilgan bo'lsin. Allohim uchun hammamiz hajga borib kelib, hammamiz qatnashchilarni yig'ishtirib bir savobli ishni boshlab kasbdorlarga baraka bersin. Mana shunday ziyoratlarni ko'plab tashkil etishni Alloh nasib etsin. Bundan boshqa yaxshi ziyoratlarga borishni Alloh nasib etsin. Men Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Qiyiqim mahallasida yashayman. Afg'oniston Respublikasining Bagram shahrida xizmat qilaman. Haydovchi bo'lib
familiyangizni aytmayapsiz? Bir dostum bilan birga. Rahmat. Men İsmingiz neydi bu? Begmatov Eshquvat Qo'shirobod tumani Eqim mahallasidanman. Avval urushi qatnashchisi.